Sergeli Xonobod Straytel metroga bir taxminan 10-12 minutlik yo'lda 242 sotixli uchastkamiz chiqdi. 91,5 kvadrat. Ya'ni ko'rsalaringiz mumkin darvozaxonadan kirganda mashina qo'yish uchun joylari bor. Bu yerda mana karovatlari bor. Zeleniy zona, daraxtlar ekib qo'yilgan, politikalar eksalaringiz mumkin. 242 sotix, 91,48 kvadrat. O'tgan yil remont qilgan ekanlar. Mana bu yerda sanozeli. Pustoy holatida hammasi sotilyapti. O'ng qo'lda birinchisi sanozeli. Pustoy holatida sotilyapti. Hozir yashab turibdi o'zlari. Ko'rsalaringiz mumkin. Yaxshi kaplarni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda mana hovlisi. Bu yerda mana 1, 2, 3, 4 xona. Birinchi mana kuxnyasi yaxshi mebellarni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda bu mayda divanchasi qolar ekan. O'tiradigan myakkisi. Bu ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda ikkinchi xonamiz. Bu ham pustoy holatda sotilyapti. Bu yerda mana uchinchi xonamiz. Bolalar yotoqxonasi. Detskiy. Bu mana oxirgi 4-xonamiz. Mehmonxona zal hisobida. Svet ko'rinmay qolibdi uzr. Bu konseynerda o'zlaringiz kelishasizlar, xudo xolasa. Mana zeleniy zonasi bor. Bu yerga politikalar eksalaringiz yoki gul rayhonlar ekib qo'ysalaringiz bo'ladi. 242 sotix, 91,48 kvadrat. Arzon narxda kanalida 69,900 ga egasi nomerini ko'rsatamiz. Domda sal zerikkan, lekin katta uchastkaga chiqmoqchi bo'lgan, lekin puli kamroq bo'lgani uchun juda zo'r variant. Metroga 10-12 minutlik yo'l, past egalar nomeri bo'ladi. Buni arzon variantda o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.